Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mers uzumlarimiz ham uzilish jarayonida ko'rib turibsiz. O'sha mana uzilyapti. Yashiklarimiz upakovka bo'lyapti. Endi buni mana upakovka qiladigan ukamizga beramiz. Hozirda mahallamizda dong'i tarqatgan, o'zimizda Dilmurod aka degan akaxonimiz bor. Shu bilan suhbatlashamiz. Mikrofonni Dilmurod akamga beraman. Assalomu alaykum. Keling aka, unaqa qochish bo'lmasin. Bizcha unaqa kriminal narsa chiqarmaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? Barakasini bersin dehqonchiliklar. Rahmat, umringizga baraka bo'lsin. Mana o'zimizda o'sha Oltariqni bekorga aytmaydi. Oltariq ko'chadan ham foydalanishni biladi-da. Ko'pchilik mana turistlar keladimi, boshqa viloyat vakillari keladimi, Oltariqda shu ko'chadan ham yaxshigina daromad olish yo'lini biladi deb hayratlanib ketishadi. Hozirda uzumlarimiz Mers ekan. To'g'ri. Qanaqa bo'lyapti mana sotuvga boshlanibdi. Narx-navosi bizga qiziq. Uzumlar pishdi, endi Ha, 20 ming so'm berdik. 20 ming so'mdan berildi Tarozdan o'tishiga. O'tishiga, xudo. Naqmanaqiga. Naqmanaq. Aha. Yaxshi. Mana u yashiklar ko'pchilik so'raydi-da, salfetka, yashik, dasechkalar u qanaqa bo'ladi hisob-kitobi buni? Tarozda. Hisoblarni chiqishiga tortib beramiz. Aha. Chiqarib yuboradigan nimasi bormi buni? Chiqarib o'sha nimasini tortib turib kilosini chiqarib olinadi. Qancha chiqarib yuboriladi? Misol uchun 2 kilomi, 1 kilomi, 3 kilomi? 1 kilo 200 chiqarib 1 olinadi. kilo 200 o'sha hammasi ichida. Salfetkasi yo'q, hammasi Hammasi ichida. Demak, yashikni bir yashikni taroziga qo'yadigan bo'lsak, 13 kilo chiqadigan bo'lsa, undan 1 kilo 200 ni Chiqarib olinadi. yashikka chiqarib yuborib, qolganiga hisob-kitob bo'ladi. Hisob-kitob qilib beriladi. Hozirda Merslarimizga bu yil ko'pchilik kasallik ko'p tushdi degan narsa bor, ayniqsa o'sha chang-sho'r. Bu baland tokda qanaqa-yu, past tokda qanaqa bo'lyapti? Shunga qarshi ishlovlar bo'ldi. Ha. Mana ishlanib, mana uzumlarimiz pishdi. Uzilish jarayoni shu. Mersni mana hozir ko'rib turibmiz, sizda dona-dona yirik bo'libdi. Buni o'sha erta bahorda buni xomtej jarayonida buni silkitiladimi yo qaychilanadimi, nima qilinadi buni? Qaychilangan bular. Bular hammasi qaychilangan. Qaychilangan. Yarmi olib tashlaganmi yo aralashtirilgan? Shaxmat qilib olingan. Ha, shingilchalar. Shingillardan olingan shaxmat. Ko'pchilik o'sha Xitoyda ko'rgan ekanmi, boshqa joyda ko'rganmi, lezva bilan shunday yarmini olib tashlaymiz, bunday yopirilib oladi degan narsa bor. Shuni gap to'g'rimi? Shunaqa bo'lishi mumkin. Men undaqa qilib ko'rmadim, shu shaxmat qilib olib. Faqat ichidan qaychilangan. Ichidan qaychilangan. Hozir mana shu operatorimizga aytamiz, bitta shunday upakovkani ko'rsataylik. Mana. Mana donni qaranglar endi yirikligini. Qanaqangi holat. Bitta qatoriga 3 tadan 9 vosh ketyapti ekan mana. 9 voshlik uzumlarimiz. Bu qaytga endi ustakalar. Qaysi tomonga uzilyapti bu? Qozoqqa. Qozog'iston, Rossiya, O'zbekiston har doim mevachilik yo'nalishi bo'yicha ta'minlaydi. Lekin ular tomonda ham bor mevalar, lekin O'zbekistonning brendini har yili dehqonlarimiz chiroyli oqlashyapti. Dilmurod aka, sizga ham kattagan rahmat. Barakasini bersin. Endi ko'rib olib to'xtadik bir ro'ga. Yo'q demasdan mana majbur bo'lganingizdan gapirib berdi. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'linglar. Layklaringizdan chiqmasin. Yo'l-yo'lakay dasturimiz mana shunaqa bo'ladi bizda.